Salom hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun siz bilan juda muhim, ba'zan og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan, ammo ayni paytda katta imkoniyatlar eshigini ochadigan bir mavzuda suhbatlashamiz. Ko'pchiligimiz kutayotgan katta to'lov, kattagina qo'shimcha mablag' haqida gaplashamiz. Lekin afsuski, agar bitta muhim narsani qilmasangiz, bu pul sizning hisobingizga kelmasligi mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar bir muhim qadamni tashlamasangiz, sizga tegishli bo'lgan oilaviy byudjetingizga katta yordam berishi mumkin bo'lgan ushbu mablag'dan mahrum bo'lishingiz ehtimoli juda yuqori. Bu shunchaki bir xabar emas. Bu sizning oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim yangilik. Bu yangilik hozir minglab oilalarning hayotiga ta'sir qilmoqda va ko'pchilik bu haqida to'liq xabardor emas. Bugungi videomizda aynan shu masalaning barcha jihatlarini batafsil tahlil qilamiz. Kimga tegishli, nima qilish kerak, qaysi qadamlarni bosish zarur, barchasini aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Shu sababli iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borish uchun juda muhim, asosiy muammo. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo ushbu masalaning ildizlariga chuqurroq nazar tashlaylik. Yaqin vaqtgacha davlat tomonidan beriladigan ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar odatda ma'lum bir tizim orqali avtomatik ravishda amalga oshirilar edi. Misol uchun, pensiya to'lovlari deyarli avtomatik tarzda hisoblanib, tegishli bank hisoblariga o'tkazilar edi. Bola puli yoki kam ta'minlangan oilalarga yordam kabi nafaqalar ham bir marta arizani topshirib, ro'yxatdan o'tgach, belgilangan muddat davomida muntazam ravishda to'lanib borardi. Ko'p hollarda fuqarolardan qo'shimcha harakatlar, ma'lumotlarni doimiy yangilash yoki har safar qandaydir hujjat yig'ish talab qilinmas edi. Davlat organlari o'zaro ma'lumot almashinuvi orqali yoki ilgari topshirilgan ma'lumotlar bazasi asosida ish olib borar edi. Bu bir tomondan qulaylik yaratgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi muammolarni ham keltirib chiqargan. Masalan, oilaviy sharoitlar o'zgarganda, masalan, oila a'zosi vafot etganda, bola tug'ilganda, daromad darajasi sezilarli o'zgarganda, bu o'zgarishlar haqida davlat organlari har doim ham tezkor bilan xabardor bo'lmas edi. Natijada ba'zan to'lovlar noto'g'ri hisoblanar, ortiqcha yoki kamroq mablag' ajratilar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi paytlarda davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, mablag'larni yanada aniq va manzilli taqsimlash, shuningdek shaffoflikni oshirish maqsadida bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri ma'lumotlarni raqamlashtirish va ularni doimiy ravishda yangilab borish mexanizmlarini joriy etishdir. Ya'ni, endilikda ko'plab ijtimoiy to'lovlar va qo'shimcha mablag'lar avtomatik tarzda emas, balki fuqaroning o'zi tomonidan taqdim etilgan eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlar asosida hisoblanadigan bo'ldi. Asosan, gap aynan mana shu yangilangan ma'lumotlar haqida ketmoqda. Hukumat ma'lumotlarni aniqlashtirish va manzillikni oshirish uchun yangi tizimlar joriy etdi. Bu shuni anglatadiki, agar siz ilgari olgan to'lovingizni yoki yangi joriy qilingan qo'shimcha nafaqani olishni istasangiz, avvalo o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tegishli davlat idoralariga taqdim etishingiz, ularni yangilashingiz yoki belgilangan tartibda yangi arizani topshirishingiz shart. Aks holda siz kutgan katta doplata, ya'ni qo'shimcha to'lov yoki hattoki mavjud nafaqangiz ham sizga kelmasligi umuman to'xtatilib qolishi mumkin. Bu yangilik ayniqsa turli xil ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordamlar, pensiya ustamalari yoki yangi joriy etilgan subsidiyalarni oluvchilar uchun muhimdir. Chunki endi davlat har bir murojaatni, har bir oilaning individual sharoitlarini chuqur o'rganib chiqib hal qilmoqda. Bu nafaqat adolatni ta'minlaydi, balki davlat mablag'larining eng muhtojlarga yetib borishini kafolatlaydi. Ammo bu jarayonning o'ziga xos talablari bor. Birinchi asosiy qism nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Avvalo, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa, bu davlat endilikda siz haqingizdagi ma'lumotlarning eng so'nggi va aniq ekanligiga katta e'tibor qaratayotganidir. Bu faqatgina pasport ma'lumotlari emas, balki oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz, yashash sharoitlaringiz va hatto sizning ijtimoiy faolligingiz haqidagi ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Agar bu ma'lumotlar eskirgan yoki noto'g'ri bo'lsa, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovni ololmasligingiz mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak?
oilaviy ahvoli o'zgarganlar. Bu eng keng tarqalgan holat. Agar sizda so'nggi 1-2 yil ichida oilaviy ahvolingizda sezilarli o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, siz albatta xavotirlanishingiz kerak. Masalan, oilangizga yangi chaqaloq qo'shilgan bo'lsa, bu bola puli miqdorining o'sishiga yoki yangi turdagi nafaqa olish huquqiga olib kelishi mumkin. Ammo agar bu haqda tegishli idoralarga xabar bermagan bo'lsangiz, bu qo'shimcha pul sizga kelmasligi mumkin. Shuningdek, agar oila a'zolaringizdan kimdir vafot etgan bo'lsa, bu ham pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim hollarda ajralish yoki nikoh tuzish ham ijtimoiy to'lovlar turiga ta'sir ko'rsatadi. Ikki daromadi o'zgarganlar. Agar sizning yoki oila a'zolaringizning daromad darajasi sezilarli darajada o'zgargan bo'lsa, masalan, ishga kirgan bo'lsangiz, ishdan bo'shatilgan bo'lsangiz, maoshingiz oshgan yoki kamaygan bo'lsa, bu haqda ham ma'lumot berishingiz kerak. Kam ta'minlangan oilalarga ajratiladigan moddiy yordam aynan oilaning daromadiga qarab belgilanadi. Agar sizning daromadingiz kamaygan bo'lsa-yu, bu haqda ma'lumot bermagan bo'lsangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan yordamni ola olmasligingiz mumkin. Aksincha, daromadingiz oshgan bo'lsa va bu haqda xabar bermasangiz, kelajakda noto'g'ri olingan mablag'larni qaytarish talabi bilan duch kelishingiz mumkin. Yashash joyini o'zgartirganlar, ba'zi ijtimoiy to'lovlar, masalan, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar yoki uy-joy ijara subsidiyalari sizning yashash manzilingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz propiskani o'zgartirgan bo'lsangiz, lekin bu haqda tegishli idoralarni xabardor qilmagan bo'lsangiz, to'lovlar to'xtatilishi yoki noto'g'ri manzilga yuborilishi mumkin. 4. Nogironlik guruhi o'zgarganlar yoki yangi nogironlik olganlar. Agar siz yoki oila a'zolaringizdan kimdir nogironlik guruhini o'zgartirgan bo'lsa yoki yangi nogironlik guvohnomasi olgan bo'lsa, bu nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Bu haqda ham zudlik bilan xabar berish shart. 5. Ilgarigi ma'lumotlari noaniq bo'lganlar. Agar siz oldinroq ma'lumotlarni to'liq yoki aniq bermagan bo'lsangiz, endi yangi tizim bu noaniqliklarni aniqlashi mumkin. Shu sababli eski ma'lumotlaringizni tekshirib, ularni yangilashingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Umuman olganda, agar siz yaqinda barcha ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, tegishli arizalarni topshirgan bo'lsangiz va davlat xizmatlari markazlari yoki onlayn portallar orqali barcha talablarni bajargan bo'lsangiz, xavotirlanishga hojat yo'q. Shuningdek, agar siz umuman davlat tomonidan hech qanday ijtimoiy to'lov yoki nafaqa olmasangiz va ularga da'vo qilmasangiz, bu yangilik sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq sizning ham ehtimol davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish huquqingiz borligini bilib olish uchun bir bor mutaxassis bilan maslahatlashib ko'rishingiz foydadan xoli emas. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatni yanada aniqroq tushunishingizga yordam beradi. Misollik pensiya oluvchi Oysha buvi va uning yo'qotgan imkoniyati. 70 yoshli Oysha buvi 2 yil oldin turmush o'rtog'idan ajragan. U turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng uning pensiyasi bo'yicha ma'lum bir qo'shimcha to'lov olardi. Yangi tizim joriy etilgach, yolg'iz yashovchi keksa fuqarolarga kommunal to'lovlar uchun subsidiya ajratiladigan bo'ldi. Bu subsidiya har oyda 201 ming so'mdan 401 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Oysha buvi yolg'iz yashardi va bu subsidiyaga to'liq haqli edi. Ammo uni pensiya jamg'armasiga na davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, yolg'iz yashayotgani va uning daromad holati haqidagi ma'lumotlarni yangilamadi. U ilgari olgan qo'shimcha nafaqa avtomatik ravishda yangi tizimga o'tkaziladi deb o'yladi. Natijada u har oyda olishi mumkin bo'lgan 300 ming so'mlik kommunal xizmatlar subsidiyasini ola olmayapti. Bir yil davomida bu 3600 ming so'm degani. Agar Oysha buvi o'z ma'lumotlarini yangilamaganida, u nafaqat yangi subsidiyadan mahrum bo'lardi, balki eski qo'shimcha to'lov ham yangi tizimga mos kelmagani uchun vaqtinchalik to'xtatilib qolishi mumkin edi. Bu uning oylik daromadining kutilmaganda 200 ming so'mdan 400 ming so'mgacha kamayishiga olib kelishi mumkin edi. Bu eski keksa yoshdagi odam uchun juda katta yo'qotish. Misol 2. 3 farzandli Dilshod va Gulnora oilasi. Dilshod va Gulnora 3 farzandli yosh oila. Ularning oxirgi farzandi 6 oy oldin tug'ilgan. Oldinroq ular bola puli va uy-joy ijara kompensatsiyasi olishgan. Yangi qoidalar bo'yicha oilaning daromad holati va tarkibi har 6 oyda yangilanib turishi kerak. Ular yangi farzandlari haqidagi ma'lumotni Davlat xizmatlari markazi DXM
orqali kiritishmagan va eski ma'lumotlar bazasida ular 2 farzandli oila bo'lib qolishgan. Natijada ular nafaqat yangi tug'ilgan farzandi uchun har oyda 200 ming so'm miqdoridagi qo'shimcha to'lovni ola olmadilar, balki eski ma'lumotlarning eskirganligi sababli oldingi 2 farzandi uchun olib kelayotgan bo'la-bo'la to'lovlari ham vaqtincha to'xtatildi. Sababi tizim ularning ma'lumotlari ishonchsiz deb topdi. Bu oila uchun oyga jami 6 ming so'mdan 1 ming so'mgacha bo'lgan yo'qotishni anglatadi. Ularga yana bir bor DXMga borib, barcha hujjatlarni, jumladan barcha farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini, oilaning bir xonadonda yashayotganini tasdiqlovchi hujjatlar va oila daromadi to'g'risidagi so'nggi ma'lumotlarni yangi portal orqali topshirishlari kerak bo'ldi. Ma'lumotlarni yangilagach, ular to'lovlarni qayta tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Ammo o'tgan 6 oy uchun yo'qotilgan mablag'ni qaytarib olishning imkoni bo'lmadi. Misol 3. İşsizlik nafaqasi oluvchi Ahad. Ahaddan 5 yoshda 8 oy oldin ishini yo'qotgan va belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi olardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, ishsizlik nafaqasi oluvchilar har 3 oyda o'z mehnat bozoridagi faolligi va qidirish holati haqida bandlikka ko'maklash markazlariga ma'lumot berishlari shart. Ahad bu haqida bandlikka ko'maklash markazidan xabarnoma olgan bo'lsa-da, bu majburiyatga jiddiy qaramadi va ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilamadi. Natijada uning nafaqasi avtomatik ravishda to'xtatilib, u oyga 800 million so'm yo'qotishga duch keldi. U bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilganda unga ma'lumotlarni yangilash muddati o'tganligi sababli nafaqa to'xtatilgani tushuntirildi. Ahad keyinchalik ma'lumotlarni yangilasa ham o'tgan davr uchun to'lanmagan pulni qayta tiklash juda qiyin bo'ldi, deyarli imkonsiz. Chunki qoidalarga ko'ra ma'lumot yangilangandan keyingi davr uchun qayta hisoblash amalga oshiriladi. Oldingi muddati o'tgan davr uchun emas. Bu uning oilaviy byudjetiga katta zarba berdi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har bir qoidaning o'z istisnolari va nozik jihatlari bo'lganidek, bu yangi tizimda ham e'tibor berish lozim bo'lgan bir qancha muhim nuanslar mavjud. Ular haqida bilmaslik sizni qo'shimcha muammolarga olib kelishi mumkin. İstisnolar, bazı imtiyozli toifalar, davlat tomonidan belgilangan bazı imtiyozli toifadagi fuqarolar, masalan, I va II guruh nogironlari, urush faxriylari yoki ma'lum bir kasb egalari uchun ma'lumotlarni yangilash tartibi soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Ularga qo'shimcha yordam beriladi yoki hujjatlar soni kamaytiriladi. Biroq bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas. Ular ham o'zlarining statuslarini tasdiqlovchi hujjatlarni muntazam ravishda taqdim etishlari yoki yangilashlari shart bo'lishi mumkin. Shuning uchun imtiyozli toifaga kiruvchi har bir fuqaro o'zining aynan qaysi istisnolar ostiga tushishini aniqlashtirishi kerak. Menga tegishli emas deb o'ylash xatodir. 2. Avtomatik yangilanish. Ba'zi ma'lumotlar davlat organlari o'rtasidagi elektron tizimlar orqali avtomatik tarzda yangilanishi mumkin. Masalan, fuqarolik holati, nikoh, ajralish, o'lim fahadiga fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi ma'lumotlari bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Yoki pasport ma'lumotlari propiska o'zgarishi ichki ishlar vazirligi tizimlaridan avtomatga o'rtilishi mumkin. Biroq bu barcha ma'lumotlarga taalluqli emas va har doim ham ishonchli ishlaydi degani emas. Hech qachon faqatgina avtomatik yangilanishga ishonib qolmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zingiz tekshirish va tasdiqlash har doim eng yaxshi yo'ldir. Masalan, sizning hisobingizga kelishi kerak bo'lgan pul avtomatik ravishda kelmayotgan bo'lsa, demak tizimda qandaydir muammo bor va bunga sizning e'tiboringiz kerak. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. 1. Texnik muammolar, yangi raqamli portallar yoki tizimlar har doim ham mukammal ishlamasligi mumkin. Web saytlar vaqti bilan ishlamay qolishi, tizim sekin ishlashi, interfeys tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa texnologiyalardan unchalik foydalanmaydigan keksa avlod vakillari uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Tizim xatolari tufayli arizalar qabul qilinmasligi yoki noto'g'ri qayta ishlanishi holatlari ham yuz berishi mumkin. Bunday holatlarda texnik yordam xizmatiga murojaat qilish yoki DXMga shaxsan borishga to'g'ri keladi. 2. DXM va boshqa xizmat markazlaridagi navbatlar. Odamlar o'z ma'lumotlarini yangilash uchun ommaviy ravishda murojaat qila boshlaganlarida. Davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida katta navbatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotishiga va ko'ngilsizliklarga sabab bo'ladi. Ayniqsa,
Eng oxirgi muddatga yaqinlashganda bu holat yanada yomonlashadi. O't mayda, ammo muhim hujjatlar, ba'zan sizdan mahalladan ma'lumotnoma yoki shunga o'xshash biror bir kechik, ammo muhim hujjat talab qilinishi mumkin. Bu hujjatni olishga ketgan vaqt va urinishlar butun jarayonni kechiktirishi mumkin. Bunday hujjatlar ro'yxatini oldindan bilib olish juda muhimdir. Masalan, oilaning ehtiyojmandligini tasdiqlovchi mahalla fuqarolar yig'inining xulosasi talab etilishi mumkin. Bu xulosa ba'zan bir necha kun talab qilishi mumkin. 4. Noto'g'ri to'ldirilgan shakllar, arizalarni noto'g'ri to'ldirish, noto'g'ri ma'lumot kiritish yoki talab qilingan joyga imzo qo'ymaslik ariza rad etilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa jarayonni qaytadan boshlashni talab qiladi. Shuning uchun har bir qatorni diqqat bilan o'qish va ma'lumotlarni 2 marta tekshirish zarur. 5. Noto'g'ri ma'lumotlar va firibgarliklar. Ijtimoiy tarmoqlar yoki norasmiy manbalarda tarqaladigan noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish juda xavfli. Ba'zi firibgarlar fuqarolarning bilimsizligidan foydalanib, ulardan shaxsiy ma'lumotlar, bank kartasi raqamlari yoki yordam uchun pul talab qilishi mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni notanish shaxslarga bermang. Har doim faqat rasmiy manbalarga, davlat xizmatlari markazlari mutaxassislariga yoki ishonchli huquqshunoslarga murojaat qiling. 6. Muddatlar eng muhim nüanslardan biri bu muddatlar. Agar siz belgilangan muddat ichida ma'lumotlarni yangilamasangiz yoki arizani topshirmasangiz, siz nafaqat qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lasiz, balki o'tgan davr uchun ham pulni qayta tiklash juda qiyin bo'ladi. Ba'zan esa umuman imkonsiz. Har bir nafaqa turi uchun o'zining aniq muddatlari mavjud. Ularni aniq bilish va ularga rioya qilish juda muhim. 7. Oila daromadini hisoblashning yangi usullari. Oldinlari ba'zi nafaqalar uchun faqat rasmiy daromadlar hisobga olingan bo'lishi mumkin. Endilikda yangi tizimlar oilaning umumiy daromadini aniqroq hisoblashga intiladi. Jumladan norasmiy daromadlar. Chet eldagi qarindoshlardan keladigan pul o'tkazmalari, agar ular muntazam bo'lsa, shaxsiy tomorqadan olinadigan daromadlar va boshqalar. Bu murakkab jarayon bo'lishi mumkin va tushuntirish talab qiladi. 8. Mahalla muqomitasining roli. Ba'zi holatlarda, ayniqsa kam ta'minlanganlikni aniqlashda yoki yashash sharoitlarini tekshirishda mahalla fuqarolar yig'inlarining xulosasi muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalla mutasaddilarining ish yuki ko'pligi sababli bu jarayon biroz kechikishi mumkin. Shu sababli mahalla faollari bilan oldindan bog'lanib, kerakli ma'lumotnomalarni tayyorlashni iloji boricha tezroq hal qilish kerak. 9. Bank hisob raqamlari. To'lovlar sizning bank hisobingizga keladi. Shuning uchun bank hisob raqamingiz to'g'ri ko'rsatilganligiga va u faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Ba'zi holatlarda eskirgan yoki noto'g'ri bank ma'lumotlari tufayli pul kelmay qolishi mumkin. Bank kartangizning muddati o'tmaganiga ham e'tibor bering. Unda elektron imzo, e-imzo. Onlayn arizalarni topshirish uchun ko'p hollarda elektron imzo talab qilinadi. E-imzo olish jarayoni va uni ishlatishni bilmaslik ham ba'zi odamlar uchun to'siq bo'lishi mumkin. Agar sizda e-imzo bo'lmasa, uni qanday olishni oldindan bilib oling yoki DXM orqali murojaat qilishni rejalashtiring. Bularning barchasi shuni anglatadiki, diqqatli bo'lish va har bir detalga e'tibor berish juda muhim. Kichik bir e'tiborsizlik katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bularning barchasini tushunib yetdingiz, ammo hozirda aniq qanday qadamlarni tashlash kerak? Mana siz uchun bosqichma-bosqich qo'llanma. Bir qadam ma'lumot to'plash. Avvalo, siz o'zingizga tegishli bo'lgan yoki tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha davlat to'lovlari, nafaqalar va imtiyozlar ro'yxatini aniqlab olishingiz kerak. Kimdir pensiya oladi, kimdir bola puli, kimdir nogironlik nafaqasi, yana kimdir uy-joy subsidiya. Har birining o'z talablari bor. Qayerdan ma'lumot olish mumkin? Rasmiy davlat veb-saytlari. O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi, my.gov.uz pensiya jamg'armasi sayti, bandlikka ko'maklashish markazlari saytlari kabi rasmiy resurslarni tekshiring. Ishonch telefonlari, hotline. Har bir davlat idorasining o'zining ishonch telefon raqamlari bor. Ularga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Masalan, DXMning yagona chal markazi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Davlat xizmatlari markazlari. DXM eng ishonchli usullardan biri. To'g'ridan to'g'ri o'zingizning hududingizdagi DXMga borib, maslahatchi bilan suhbatlashish. Ular sizga aynan sizning holatingiz bo'yicha qaysi hujjatlar va qanday harakatlar kerakligini aniq aytib berishadi. 2 qadam muddatlarni tekshirish.
Har bir yangi tartib yoki nafaqa turi uchun ma'lumotlarni yangilash yoki ariza topshirishning aniq muddatlari mavjud. Bu muddatlar qisqa bo'lishi yoki uzoqroq bo'lishi mumkin. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan muddatni aniq bilishingiz va unga rioya qilishingiz shart. Muddatni o'tkazib yuborish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini unutmang. Masalan, bola puli uchun har 6 oyda qayta murojaat qilish kerak. Ishsizlik nafaqasi uchun esa har 3 oyda ish qidirish holati haqida ma'lumot berish zarur. 3 qadam hujjatlarni tayyorlash. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar ro'yxatini to'liq bilib oling va ularni yig'ishni boshlang. Hech qanday hujjatni unutib qoldirmaslikka harakat qiling. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Pasport asli va nusxasi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, barcha farzandlarniki asl va nusxasi. Nikoh yoki nikohni bekor qilish haqidagi guvohnoma asli va nusxasi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma ish joyidan so'nggi 6 yoki 12 oy uchun. Kadastr hujjatlari, uy, joy yoki yer uchastkasi mavjud bo'lsa. Nogironlik haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa. Bank hisob raqami yoki karta ma'lumotlari, mahalla fuqarolar yig'inining xulosasi kam ta'minlanganlik uchun. Mehnat daftarchasi nusxasi ayrim holatlarda. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning bir nechta nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zan hujjatlar asl nusxada talab qilinadi, ba'zan esa faqat nusxasi yetarli bo'ladi. Lekin ularning hammasini o'zingiz bilan olib borish har doim afzal. 4 qadam arizani topshirish usuli. Hujjatlarni tayyorlaganingizdan so'ng ularni qanday topshirish kerakligini aniqlab oling. Hozirda bir nechta imkoniyatlar mavjud. Onlayn portal orqali my.gov.uz bu eng qulay va zamonaviy usul bo'lsa va kompyuterdan foydalana olsangiz, barcha ishlarni uydan turib amalga oshirishingiz mumkin. Qanday qilish kerak? my.gov. Uz saytida ro'yxatdan o'ting. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, kerakli xizmatni toping. Arizani elektron shaklda to'ldiring. Hujjatlaring skaner qilingan nusxalarini yoki fotosuratlarini ilova qiling. Elektron imzo bilan tasdiqlang va jo'nating. Arizani jo'natishdan oldin barcha ma'lumotlarni 2 marta tekshirganingizga ishonch hosil qiling. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali. Agar sizda imzo bo'lmasa yoki kompyuter texnikasidan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, DXMga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Qanday qilish kerak? O'zingizga eng yaqin DXMga boring. Navbatga turing. Elektron navbat tizimlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Mutaxassisga barcha hujjatlaringizni taqdim eting. Ular sizning arizangizni to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlaringizni qabul qilishadi. Arizaning qabul qilinganligi haqidagi kvitansiyani yoki ro'yxatdan o'tkazilgan raqamini olishni unutmang. Bu keyinchalik arizangizning holatini kuzatish uchun kerak bo'ladi. Mahalla qo'mitasi orqali. Ba'zi nafaqalar va moddiy yordamlar uchun arizalar dastlab mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu holatda siz avvalo mahalla raisi yoki kotibi bilan bog'lanib, qaysi tartibda murojaat qilish kerakligini aniqlashtirishingiz kerak. Ular sizga mahalladan kerakli ma'lumotnomalarni berishlari va arizani topshirishda yo'l yo'riq ko'rsatishlari mumkin. 5 qadam arizaning holatini kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng uning holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Onlayn agar my.gov.uz orqali topshirgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda arizaning holatini tekshirishingiz mumkin. DXM orqali. Sizga berilgan ro'yxatdan o'tkazish raqami orqali DXM veb saytida yoki yagona ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, arizangizning holati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Agar uzoq vaqt davomida javob bo'lmasa yoki arizangiz rad etilsa, sababini aniqlashtirish uchun tegishli idoraga shaxsan murojaat qiling yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Rad etish sababini bilib olganingizdan so'ng xatolarni tuzatib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. Umumiy maslahatlar. Har doim rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Telegramdagi guruhlar yoki norasmiy saytlardagi xabarlarga ishonmang. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PNFL, bank karta raqami, CVC kodi noma'lum shaxslarga telefon orqali yoki internetda bermang. Davlat idoralari sizdan bu ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Agar o'zingiz bajarishga qiynalsangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Yoki ishonchli yuridik maslahatchilar xizmatidan foydalaning. Barcha hujjatlaringizning nusxalarini va topshirilgan arizalarning qabul qilinganligi haqidagi kvitansiyalarni saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda yordam beradi. Oxirgi muddatga qoldirmang. Jarayonni iloji boricha ertaroq boshlang.
Chunki hujjatlarni yig'ish yoki navbatlarda turish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda tuting, davlat tomonidan beriladigan har qanday katta doplata, ya'ni qo'shimcha to'lov yoki nafaqa sizning tashabbusingiz va o'z vaqtida taqdim etgan ma'lumotlaringiz asosida beriladi. Har biringiz o'z shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz va daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlashingiz shart. Bu sizning huquqingizni himoya qilishning va sizga tegishli bo'lgan mablag'larni o'z vaqtida olishning yagona yo'lidir. Buni shunchaki bir ogohlantirish emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingizni yaxshilashga yordam beradigan amaliy qo'llanma sifatida qabul qiling. Kechiktirmang. Bugunoq harakatni boshlang. Yuqorida sanab o'tilgan amaliy qadamlarni bajaring. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda muhim. Agar siz ushbu mavzu bo'yicha qandaydir muammolarga duch kelgan bo'lsangiz yoki muvaffaqiyatli hal qilgan bo'lsangiz, iltimos o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizga kelajakda ham shunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.